Ayrim bemorlarimiz burnini tashqi ko'rinishidan norozi bo'lishadi. Ya'ni bemorlarimizda burun katta bo'lishi mumkin, katta garbinka bo'lishi mumkin yoki travma natijasida o'ng tomonga yoki chap tomonga qiyshaygan bo'lishi mumkin. Xullas, o'zlari xunuk burun deb o'ylashi mumkin. Buni albatta to'g'rilasa bo'ladi. Bu operatsiyaning nomi rinoplastika operatsiyasi deyiladi. Bu operatsiya umumiy og'riqsizlantirishda, ya'ni narkozda amalga oshiriladi va burunni oldingi qismidan, ya'ni kolumella sohasidan kichkina kesma o'tkaziladi va teri to'liq tog'ay va suyakdan ajratiladi va ajratib bo'lingandan keyin u suyak qismi garbinka olib tashlanishi mumkin yoki yo'g'on burun ingichka qilinishi mumkin yoki bo'lmasa burunni oldi qismida burun uchi qalin bo'lsa, uni ingichkalashtirish mumkin yoki ko'tarish mumkin, osilib qolgan bo'lsa va turli xil o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin. Operatsiyadan keyin bemorda kichkinagina chok qo'yiladi, ya'ni burunning oldingi qismida va bemorning burun ustiga shina yana bog'lam qo'yiladi. Bu bog'lam 14 kun turadi, 14 kundan keyin olib tashlaymiz. Agar sizda va yaqinlaringizda burunning shakli bo'yicha muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatimga keling. Sog' bo'ling.